Real Madrid haqida 7 ta fakt. Aniq bilaman, oxirgi faktni hech qachon eshitmagansiz. Tayyor bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. Qani, let's go. Birinchi fakt. Real Madrid UEFA Chempionlar Ligasi tarixida eng ko'p gol urgan jamoa hisoblanadi. Ikkinchi fakt. Real Madrid klubi 1902-yilda tashkil etilgan va juda uzoq tarixga ega. Uchinchi fakt. Real ispan tilida qirollik degan ma'noni anglatadi. Bu nom klubga 1920-yilda qirol tomonidan berilgan. To'rtinchi fakt. Klub o'z o'yinlarini mashhur Santiago Bernabeu stadionida o'tkazadi. Beshinchi fakt. Real Madridning eng katta raqibi Barselona bo'lib, ularning o'yini El Clasico deb ataladi. Oltinchi fakt. Real Madrid dunyodagi eng boy va eng qimmat futbol klublaridan biri hisoblanadi. 7-chi fakt. Real Madrid bir paytlar o'zining asosiy rangini o'zgartirishni o'ylagan. 1940-yillarda klub rahbariyati oq rangli libos o'rniga boshqa rangga o'tishni muhokama qilgan. Sababi o'sha paytda oq forma tez kir bo'lib qolardi va uni saqlash qiyin edi. Lekin oxir-oqibat ular bu fikrdan voz kechib, aynan oq rangni saqlab qolishgan. Bugungi kunda esa shu oq forma klubning eng katta ramziga aylangan va ular Los Blancos oqlar deb ataladi. Agar o'sha qaror o'zgarganida, ehtimol bugungi mashhur oq Real Madrid umuman bo'lmasdi.